Hozirgi kunda ko'pgina ayollarimizdagi muammolardan biri bu birinchi tug'ruqdan keyin farzandini noto'g'ri ko'krak bilan emizish oqibatida kelib chiqadigan ko'krakka bog'liq turli kasallik muammolar. Bunaqa muammolar bilan amaliyotimda juda ham ko'p ayollar deyarli har kuni murojaat qilib kelishadi. Qanday qilib chaqaloqlarni to'g'ri emizish kerak? Birinchisi, gigiyena qoidalariga juda ham qattiq amal qilish kerak. Ikkinchisi, ko'krakni farzandni o'ziga nihoyatda yaqin holatda olib kelib, qulay qilib ikki qo'l bilan va so'rg'ichni o'zini emas, uni atrofidagi areolasini butun qismi bilan emizish kerak. Uchinchisi, bolani shamol va yelvizak bo'lmagan joyda emizish kerak. Bolani noto'g'ri emizganda qanaqa asoratlar kelib chiqishi mumkin? Birinchisi, gigiyenaga rioya qilinmaganda notoza qo'l va ichki kiyimlardan so'rg'ich orqali infeksiyalar ko'krakka tarqab, mastitlarni olib keltirib chiqaradi. Ikkinchisi, so'rg'ichni bolani og'ziga noto'g'ri olib borilish oqibatida so'rg'ichda turli yorilishlar, yarali holatlar kelib chiqadi. Bundan ayollar uzoq muddat jabrlanadi, hatto harorati ko'tarilib, yana ham bundan keyin mastitlar kelib chiqishi mumkin. Keyingi holat bu bolani shamol va yelvizakli joyda emizish oqibatida ko'krakda nerv uchlarini yallig'lantirib qo'yish mumkin.